Meni jondan sevgan azizim endi yo'q. Keling. Nima xizmat? Assalomu alaykum. Uylanmoqchiman. Aha, naya qara. Biz prichom balo hozir. Nima xizmat aylanib keti? Faqatgina uyi bor qizga uylanmoqchiman. Biladi, baladi, so'ngmi qatdan shuncha mahorat aylanib keti? Hozir. Uyi bor qizga. Keyinchi. Bitta uyi bo'lsa, bitta moshin qo'shib bersa, Moshin qo'shib bersa, maya qarang, siz nima ish qilasiz aylanib keting? Ana opaning ishxonasiga farrosh bo'lib kirar ekansiz-da. Boshqa variant yo'qda aylanib keting. Yo senda bormi? Yo'qmi? Bunda ham yo'q ekan aylanib keting. o'zimni qo'limdan sartaroshchilik keladi. Malades, qancha pul ishlaysiz endi yoqda? 200 ming, 300 ming, 400 ming bitta oylab boqolaman. Faqat uy joyim yo'qligi uchun murojaat qilib chiqyapman. Bitta uy so'ramayapsiz-da, aylanib keting. Otni qatig'ida desertiga mashina ham qo'shib ber deyapsiz-da. Nechaga kirdingiz? 27 yoshga kirdim. Malades, boshqa gapingiz yo'qmi aylanib keting? Agar kim turmushga chiqaman desa, telefon raqamlarini bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Faqat turmushga chiqaman degan qizlar, uy joyi bor, mashina bor qizlar telefon qilishni so'rayman. Xo'p bo'ladi, aylanib keting. Biladi, o'zi bormi shunaqasi? Maya qara, endi uy joyli oqtarishimiz qoladi. Hammasida uyingiz bormi? Uyingiz bormi? Biladi.